Aka, ikki kishiga necha pul bo'ladi? O'zi 6000 so'm bo'ladi. Agar Instagramimizga obuna bo'lgan bo'lsangiz 5000 bersangiz bo'ladi. Tuvaletga Instagramdan daxli bor. Ha, endi aka, shaxsiy brend-da bu. Aka, kirmayman, rahmat. Ukam, balonimni qoraytirib qo'y. Agar Instagramga obuna bo'lgan bo'lsangiz, to'rttalasini ham tekinga qoraytirib qo'yaman. Senga nima keragi bor? Instagram ukam? Ha, endi shaxsiy brend-da aka. Bo'pti, rahmat. Aka, bitta nosdan bering necha bo'ladi? 2000 so'm aka. Bo'ladi, hozir. Agar Instagramimizga obuna bo'lgan bo'lsangiz 1000 so'm narx beraman. Aka, jinniroqmisiz? Sizga Instagram nimaga kerak, ha? Ha, endi shaxsiy brend-da. Aka, nos ham kerak emas. Aka, necha pul bo'ldi? 10000 bo'ldi aka. Bo'ldi, hozir. Agarda Instagramingiz bo'lsa, bizga obuna bo'lsangiz 5000 bo'ladi. Aka, taksistga nima daxli bor Instagrammi? Ha, endi shaxsiy brend-da aka. Aka, mana 10 so'm. Rahmat. Akajon, sadaqa qiling. Bo'l, man. Agar Instagramingiz bo'lsa, meni shaxsiy profilimga obuna bo'lsangiz 5000 pulingizni qaytarib beraman. Sizga nimaga kerak devanega shaxsiy profil? Endi shaxsiy brend bu aka, biz ham odam-ku. Shart emas, rahmat. Surklar to'g'rishibdi lekin. Shaxsiy brendda ham siyqat chiqib ketibdi. Ammo o'zini ishini bilib qilgan yaxshi ekan.